Bugun biza klon daraxtini ekishni ko'rsatib bermoqchimiz. Mana klon bugun sotib oldim. Biza birinchi yilga buni adaptatsiyadan o'tish uchun sal o'zini litridan kattaroq tuviga ekmoqchimiz. Bu uchun bizaga pinoplast drenaj uchun sol. Drenaj tayyorlayapmiz. Endi kisli torf bilan kokosovый torf aralashmasi perlit aralashmasini solib grunt tayyorlagan. Mana tayyor. Sol. Tuvigim bilan olasan narigini razmer bir xil ekan. Bir xil. İçiga to'lib qolibdi. Shuna qilib ekamiz. Bu hozir qolipini olish uchun shunda soldi ichiga. Hozir chiqazadi. Keyin men bu etgan dorim hamma so'radi. O'zimcha sekret qilmoqchi edim. Men sekret qilish niyatim yo'q. Kompo firmaniki, bu reklama emas. Biz o'zimiz har doim olib ishlatganmiz. Bizga yoqadi. Anaqa klon daraxtlari uchun yaxshi immunitet hosil qilib beradi. Mana buni rangi umuman boshqacha-da. Kuzga borib yana ham boshqacha bo'ladi. Rasmligidek bo'ladi. O'shaning uchun o'zini rangini saqlab qolish uchun radnoy rangini mana shu o'g'it hamma komponentlari ichida. Ko'p solinmaydi. Mana bu doridan hosil qilamiz. Mana qolib oldi. Endi bunga tagiga biz mana shu kompo dorisini solamiz. Klon uchun iminni. Tuvi ichiga qil. Turpoq. Xuddi shunaqa qilib eksanglar, ko'p turpoq ketib qolmaydi, akkuratni ekiladi. Sol. Mana qolipdek tushdi. Tagiga ozgina soldim, ustidan ham ozgina solaman. Bu o'zi erib kuydirmaydi. Prolongirованный grunt anaqa udobreniyada ko'chatga ziyon yetkazmaydi. Misol uchun sal ko'proq sovorsangiz ham, ya'ni ko'p solmanglar, lekin ko'p sovorsanglar ham riski kuydirib qo'ymaydi. Shunisi bilan zo'r bu dori. Klonimiz tayyor. Endi buni sal pastroq qilib qo'y. Qani? Hamma so'raganlar uchun mana tayyor yer tayyorlashni o'rgatdik. Mana hozir men bitta boshdan tayyorlab ko'rsat. Bu kisli torf, RTK 5,5 deydi. 5,5 midi bu? 6 ma'lum. Yoshda turib paket kuyib ketibdi. Eng kislisini olgandik. Yashil. Yashil qopda. Yozuvi yashil edi. Bo'ladi ko'p to'g'rimi? Kokosovый torf. Hozir qorishtiradi yaxshilab. Perlit yengil ildiz otishiga yordam beradi, vozdux bo'ladi. Nafas oladi. Bay yoptishi daraxtga tushdi, chiqib o'rmas. Yana solishi kokosini. Ozgina yana kisli. Perlit boshqa sona kerak emas. Keyin buni ekib bo'lganimizdan keyin yaxshilab tagidan suv chiqquncha suv beramiz. Bu Xitoyga men bu ikkitasi Gollandiyadan keltirilgan. Mana bu ham yana bittasini ekib qo'ydik. Mana qo'g'irchoq. Mana sarg'ayar ekan, kuzga borib tanasi qizil bo'lib va zo'r effekt beradi. Buni o'zimiz uchun oldik.
Mana ikkitasi Xitoydan keltirilgan. Payvand qilingan ekan. Mana ko'rinib turibdi payvand joyi. Klon yaponskiy. Mana bu ham mana payvand qilingan ekanda, mana ko'rinyapti. Lekin tanasi chiroyli. Mana buni ko'raver. U oziqasidan ozgina sovurasan. Uchinchi klonimiz ekilyapti. Drenajing yaxshimi? Ha. Oy, bu namchada yerlarga to'kilib ketdi. Klon suv yaxshi ko'radi, no suv yig'ilib qolishini xohlamaydi. Bular mana oziqasini sog'olmas. Bo'ldi. Shunda qisinglar qolpidan shunda oson chiqadi. O'zini ham yaxshi ekan, kokosoviy torfga ekilgan ekan. Ana qolipga tushdi, xuddi shunda o'sayotgandek bo'lib turaveradi. Hammaga tavsiya qilamiz, mana shunaqa qilib ekib chiqasizlar. Kim klon olsa, keyin suv berishi sizlardan chiqmasin. Bir hafta har kuni kechki salqinda, keyin уже по мере высыхания teyni namligiga qarab qo'yaverasizlar. Chunki hozir kun issiq, tez anaqa namlik yo'qoladi. O'shani hisobini olib etyapmiz. Hammaga rahmat. Savollaringiz bo'lsa yozinglar, javob beramiz. Keyin men bitta torf, oddiy torfga, universal torfga, bunga kokos soldingmi? Anaqa perlit? Perlit? Buni yeriga? Yo'q. Solmadingmi? Ya'ni eski anaqa. Eski, buni tiydi. Eski deganimiz bu oldindan tayyorlab qo'yganimiz bor edi. Ichida biogomisi bor, torfi bor, perliti bor. O'sha hamma narsasi tayyor ichida. O'zimiz uchun mana shu xostdan ekib qo'ydik. Juda ham chiroyli, gulliydi, hidi zo'r, baylari katta bo'ladigan sortda.